Uylar ponni parovoy отопление qilingan ekan. Videoda uzmasdan ko'ramiz. Bu uy juda ham katta ekan. Kirganimizda mana bu joyini kuxnya qilib ishlatishyapti ekan. Parovoyning pechkalari aynan mana shu joyga o'rnagan ekan. Sahnasini ko'rib turibmiz. Sahnasi ham kattagina. Akalar besetkani qaranglar-da. Juda ham katta qilib solingan ekan. Podval ham monolit qilingan ekan, akalar. Verandani qaranglar mazzaligini. Bu yog'i ponni finiski banyasi bor ekan, archadan qilingan. Hamma yo'g'i chiroyli banyasigacha bor ekan. Uyimizni ko'rinishini havas qilayotganlar bormi? Огородlari juda ham chiroyli bo'lgan va naves taylari chiroyli qilib steyajga biturlar qo'yilgan ekan. Narigi mahallaga chiqib ketar ekan. Mana shu joydan yo'l ochib, bemalol yana bitta o'g'lingiz joylasangiz bo'lar ekan. Temirdan ferma qilib va ustini tunuka bilan yopilgan katta naveslari bor ekan. Xo'p, aka-ukalar, bu joyimizni lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, ukalar, bu uyni puliga keladigan bo'lsak, pulini hammaga puli qiziq-ku, arzon chiqyapti, rostdan. Ta'lamon qilib oladigan senaga chiqyapti. Assalomu alaykum, Alimov TV'ni podpischilari. Yaxshi niyatda menga podpiskani bosgansizlar, chiroyli lokatsiyalardan, aynan bizga yoqadigan uylardan, cheklardan chiqib qolsa olaman deb. Men sizlarga hozir mana bu uyni ko'rsataman. Videoda uzmasdan ko'rib turinglar, aka-ukalar. Juda ham shinam, juda ham chiroyli uyimiz arzon narxlarga chiqyapti. Uyimizni bismillah deb obzorini boshladik. Aka-ukalar, uyimiz sotiga 8 sotik bo'lib, juda ham chiroyli lokatsiyada joylashgan. Dorozaxonadan kirganimizda o'ng qo'l tarafdan boshlaymiz, aka-ukalar. Dorozaxonadan kirganimizda mana o'ng qo'l tarafimizda bismillah. Ikkita xonasi bor ekan. Juda ham bir chiroyli remontlar bilan patologlariga, pollariga hamma yoqqa bitta e'tibor beramiz. Akfaromlar qo'yilgan ekan. Akfaromlarni endi yaqinda qo'yishgan bo'lsa kerak-ku. Xo'p, uylar ponni parovoy отопление qilingan ekan. Tayyor parovoy отоплениялari bilan 1 tonna ko'mir bilan qishdan chiqib ketadigan mana shu uylarimiz sotuvga chiqyapti, ko'rmaysizlarmi endi, aka-ukalar. Xo'p, yana bitta xonasiga kirdik. Yana shu nimadan kirganimizda mana bu xonani bemalol nari xonani kuxnya qilib olsangiz, bu tarafini oilaviy o'tiradigan xona qilib olsangiz ham bo'lar ekan. Pol patologlarga e'tibor beramiz, gilamlariga, hamma yo'g'iga chiroyli e'tibor berib qo'yamiz. Shunaqa shinamgina uyimiz sotuvga chiqyapti, akalar. Endi narigi taraflarga o'tamiz. Dorozaxonadan kirganda chap qo'l tarafimizdagi xonasiga kiramiz. Bu xonamizda ham mana chiroylikgina xona, televizorlar qo'yib qo'ygan, patologlariga, duvorlariga, hamma yo'g'iga bitta e'tibor berib qo'yamiz. Bu xonasi ham maza qilib yashaydigan xona ekan. Aka-ukalar, endi narigi taraflarga o'tamiz. Videoda uzmasdan ko'ramiz. Bu uy juda ham katta ekan. Juda ham ko'p narsalari bor ekan. Xo'p, o'ng qo'l tarafda bu tarafiga yuramiz. Mana bu tarafga yurganimizda mana bu kirganimizda mana bu joyini kuxnya qilib ishlatishyapti ekan. Parovoyning pechkalari aynan mana shu joyga o'rnagan ekan. Mana shu joydan yaqasizda bu tarafi spalniy xonasi ekan. Spalniy xonasiga to'g'ri gap kirish noqulay, kirmadik. Spalniy xonalari ham bor ekan. Narigi tarafida esa bu uyda narigi tarafida uyni kattaligini qaranglar, mashalloh. Mana bu duvorlarni ko'rib turibmiz. Kattagina mehmonxona qilib qo'yadigan bitta xonasi bor ekan. Parovoylarimiz bu yerga ham yetib kelgan. Xohlasanglar bitta chiroyli qilib remont qilib olasizlar. Bu xonaga ham akfa eshik romlar o'rnatilgan ekan, aka-ukalar. Akfa eshik romlar o'rnatilgan. Sahnasini ko'rib turibmiz. Sahnasi ham kattagina sahnasi. Endi mana bu besetkaga kelamiz. Akalar, besetkani qaranglar-da. Juda ham katta qilib solingan ekan. Besetka ham adashmasam bilinma, bir 10 ga 3,5, 10 ga 4 metrmi qilib solingan ekan. Besetkani ichiga kirmadik, tunuka follar qilingan, ponni aynaklar bilan o'ralgan va besetkani podvali bor ekan. Podvalga tushamiz endi. Xo'p, podvalni qaranglar, mashalloh. Podval ham monolit qilingan ekan, akalar. Monolit qilingan katta podvallari bilan havas qiladigan. Bu podvalida ham даже katta derazalar qo'yilgan ekan. Bu yerda ham haligi bemalol biror narsa qilib o'tirib yashasangiz bo'ladigan. Endi mana bu tarafga kiramiz. Mana bu joyda ham podvali bor ekan. Hozir tevasini ko'rsataman-da, ana shu verandani tagi podval ekan. Podvalga kirmay qo'yardik bu yerga. Endi mana bu taraf, mana bu xonasiga kiramiz, verandasiga. Verandani qaranglar mazzaligini. Bu xonani ham, verandani ham pol patologlariga bitta e'tibor beramiz. Mana bu ugolok divarlarni ko'rib turibmiz. Akfa romlar bilan, akfa eshik romlar bilan verandamiz полностью o'ralgan ekan. Xo'p, endi eng qizig'i bu uyimizda finiski banyalarigacha bor ekan, dush banyalarigacha. Mana bu tarafga kiramiz, bismillah.
Razdivalkasini qaranglar, razdivalkani kattaligini aka-ukalar, remont juda ham chiroyli qilingan. Issiq suv, sovuq suv hamma yoq kelgan. Mana bu tarafga kelamiz, operator kelavering. Xo'p. Mana bu tarafga kirganimizda mana bu yerda dushovoy bor ekanda, bu yog'i ponniyali finiski banyasi bor ekan, archadan qilingan. Hamma yo'g'i chiroyli banyasigacha bor ekan. To'g'ri gap, pulim bo'lganda men o'zimdan oshmas edi bu uylar. Men havas qildim. Puli arzon chiqyapti, pulini oxirida aytamiz. Aka-ukalar, mana bu yonboshda ham ozgina joyi bor ekan. Xo'p, mana bu tarafda ham ko'rsatib qo'yamiz. Endi uyimizni ko'rinishini havas qilayotganlar bormi? Endi mana bu tarafga qarab yuramiz. Uyni bemalol olib, ikkita o'g'linglarga bo'lib bersanglar bo'lar ekan. Suvlarni ko'rib turibmiz. O'zlari grant ham kelar bu yerda va kolodis ham qilib qo'yganmiz. Kolodisdan motorni tortsa ham bo'ladi deyapti. Огородlari juda ham chiroyli bo'lgan va hojatxonalarni ko'rib turibmiz. Mana bu naveslarni qaraymiz endi aka-ukalar. Tandirxonasi va naveslari temirdan qilingan ekan mana bu joylar. Bunni temirdan, usti tunukaga yopilgan ekan, yog'ochlarigacha kачественный yog'ochlar qilingan ekan, e'tibor berib qo'yamiz. Naves taylari chiroyli qilib steyajga biturlar qo'yilgan ekan. Narigi tarafiga o'tamiz endi. Daraxtlariga qarab qo'yamiz. Bitta daraxtlari, o'riklari bor ekan, katta-katta daraxtlar, gullar, pokiza saqlangan mana shu uyimiz sotuvga chiqyapti-yu. Xo'p, mana bu tarafini ko'ramiz. Mana bu tarafdagi mana bu naveslar mana onu Peskabloy dualni burchagini ko'rsatib qo'ying operator. Ana shu dual to'g'ri mana shu kasoy bo'lib, mana bu taraf kasoy bo'laganda narigi mahallaga chiqib ketar ekan. Mana shu joydan yo'l ochib, bemalol yana bitta o'g'lingiz joylasangiz bo'lar ekan. Mana bu navesimiz temirdan ekan. Buni ham bir e'tiborga olib qo'yamiz va o'tinlarini to'g'ri gap juda ham ko'p o'tini bor ekan. O'tinlarni bosib tashlaganmiz. 10 yil uy olgan odam o'tin olmasdan ishlatavergan, shunaqa ko'p o'tinni bosib qo'yganmiz deyapti egasini aytish bo'yicha. Xo'p, video hali tugagani yo'q. Bu uyda ma'lumotlar ko'p aka-ukalar. Bu uyda ma'lumotlar ko'p. Endi ko'chasiga chiqamiz. Uyni tugamaganini qaranglarda kattaligini, mashalloh. Havas qilib ko'rayotganlarni eshitamiz. Kommentariyada yozib ketishlar, esingizlardan chiqmasin. Dorozaxonasiga chiqqanimiz deylar. Aylab oling operator. Dorozaxonasiga chiqqanimizda o'ng qo'l tarafimizda mana boyagi dorozaxonanidan kirganimizda chap qo'l tarafdagi xonani ko'rdik-a. Ana shundan keyin bitta magazini ham bor bo'lardi. Magazin ham mana shu sizlarning uylarning ichida va magazinda oldini ko'rib turibmiz. Temirdan ferma qilib va ustini tunuka bilan yopilgan katta naveslari bor ekan. Dorozaxonadagi navesda ham bir e'tiborga olib qo'yamiz va mana bu joylar. Aynan mana shu gul ekilgan joylar ham sizlarni uylarning ichida bo'lib qolar ekan. Mana bu tarafni bitta ko'rsatamiz endi operator. Bu xonada ham o'zi kladovka qilib hamma yo'q qiladigan narsangiz bo'lar ekan. Bu yerda ham o'zi kattagina bitta xonaga joyingiz bor ekanda. Xo'p, aka-ukalar, bu joyimizni lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Qirg'iziston Respublikasi O'sh oblasti Aravon rayonida bo'lib, Aravon rayonini Atchi uchastkasida bo'ladi. Atchi uchastkasini ham qaranglarda endi. Mana bu yo'limiz. O'sh yo'lidan Atchiga kiradigan pavorotimiz bor. Ana shu yo'l bilan kelganda mana shu joygacha keladi. Bu yoqqa mana o'ngga qarab ketsak, mana bu Perekrovskadan Charvoqqa chiqadigan yo'l. Ro'paraga yuradigan bo'lsak, haligi bir tarafi Qoryontokqa, bir tarafi Charvoqqa va mana bu to'g'ri yo'ldan kelsak, aynan mana shu joyga olib keladigan yo'limizdan chiqamiz. Ya'ni haligi mana shu yo'ldan to'g'ri tushib borsangiz, Chikalov maktabning oldiga chiqasiz. Bu joyimizda Atchini maktab bog'chalariga ham yaqin va mana bu tarafdan kommunizmni sentridagi maktab bog'chalarga borsak ham bo'ladigan joyimizdan chiqyapti. Xo'p, uyimizga keladigan bo'lsak, mana shu yo'ldan kirganimizda mana bu tarafda mana chap qo'lda ikkinchi uyimiz bo'lib qolyapti. Aynan mana shu uyimiz sotuvga chiqyapti. Aka-ukalar, bu uyimizni sotilish sabablariga keladigan bo'lsak, sotilish sabablarini ham aytib o'tish kerak-da. Qo'ni-qo'shnilar bilan janjali yo'q, dokumentlarida problemasi yo'q, bironta problemasi yo'q. Prosta nimaga sotyapti desanglar, bu yerda yoshlar ketib qolyapti shaharga. Bola chaqasi shaharda ekanu, onasi o'zi yakka qolib mana shu yerda zerikyapti ekan. Shuning uchun sotib o'raylik. Bola chaqasi bilan shaharda yashamoqchi bo'lib sotuvga qo'yyapti aka-ukalar. Ana shuning uchun to'g'ri tushungan maqsadda endi buni puliga keladigan bo'lsak, puli juda ham arzon chiqyapti. Buni olgan odam bo'ldi. Magazindan tirikchilikni qilib yashayverasizlar. Mana bu magazinning ro'parasida, Atchidagi basenni bilardik-a? Ana shu basenga kirib ketadigan xoti bor. Bu yerda ujur basen ham bir rivojlanayotgan joyda. Bu yoqda mana chap qo'lda ikkinchi uyimiz sotuvga chiqyapti. Aka-ukalar, bu uyni puliga keladigan bo'lsak,
pulini hammaga puli qiziqu, arzon chiqyapti, rostdan. Talamon qilib oladigan senaga chiqyapti. 9,5 million so'm kami bor. 9,5 million so'm kami bor. Egalarining nomerlarini opisiyaniyada yoki bo'lmasa kommentariyani birinchi kommentariyaga qo'yib ketyapman. Ana shu nomerlarga telefon qilib, kelib, ko'rib, kam ko'zlarni gaplashib olamiz. Aka-ukalar, yana bir eslatib o'tadigan gapim, o'rtamchilari yo'q, olib sotarlar yo'q. Egalarini o'zi bilan shundoqqina qo'l berishib, maza qilib dogovor qilib olamiz. Havas qilganlar bormi? Havas qilganlar bo'lsa, bittadan kommentariyada bizga ham yaxshi joylardan, yaxshi uylar nasib qilsin deb yozib ketamiz va bizning kanallarga podpiska bosib qo'yishlaringizlardan chiqmasin. Rahmat, sog' bo'linglar.